Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Yangi shahrda ta'lim yo'nalishida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan qisqacha axborot berib o'tmoqchiman. Hozirgi kunda Yangi shahrda 12 ta maktab va 13 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyat olib bormoqda. 2025-yilda Yangi O'zbekiston massivida 990 o'rinli 12-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi va 180 o'rinli 7-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti o'z faoliyatini boshladi. Mavjud bo'lgan 12 ta maktabda jami 2025-26 yil o'quv yilining bugungi holatiga ko'ra 8256 nafar o'quvchi yoshlar ta'lim olmoqda. Prezident maktablarining tajribasi asosida shahrimizdagi barcha 12 ta maktablar yangi baholash tizimiga o'tkazildi. Kasbiy rivojlantirish kuni tadbirlarni tashkil etish uchun rejadagi 12 ta maktabning barchasi to'liq jihozlandi. Kamera, stul, interaktiv doskalar bilan jihozlandi. Pedagog mahorat markazida o'qituvchilarning o'z kasbiy mahoratlarini oshirish orqali o'quvchilarga zamonaviy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish maqsadida 2025-yilda 189 ta 25% pedagog malaka oshirib keldi. 2024-25 o'quv yilida 121 nafar bitiruvchilar xalqaro va milliy sertifikatlarning qo'lga kiritishi o'tgan o'quv yiliga nisbatan 2 barobarga oshgan. 2023-yil 2024-yilda 59 nafar, 2025-26 yillarda 619 nafar bitiruvchilar hozirgi kunda 93 ta 15% sertifikatga ega bo'ldi. O'quv yili yakuniga qadar ularning soni 190 ta 31 nafarga yetkazish rejalashtirilgan. Oliy va birinchi toifali o'qituvchilar ulushi 5% dan 40% ga, xalqaro va milliy sertifikatlar o'tgan yilga nisbatan 5% dan 17% ga oshdi. Shuningdek, umumta'lim maktablarida 65 nafar xorijiy til fani o'qituvchilari mavjud bo'lib, shularda kasbiy sertifikatga ega bo'lganlar soni jami o'qituvchilarning 63.97% tashkil qilmoqda. Fanlar olimpiadasida shahrimiz o'quvchilari 2025-yil 2 ta sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritdi. 2024-yilda 1 nafari qo'lga kiritgan edi. 2024-2025-yil o'quv yilida 593 nafar bitiruvchilarning 166 nafari 28% davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirdi. Jami bitiruvchilarni oliy ta'limga kirish ko'rsatkichi viloyat bo'yicha o'tgan yil 3-o'rinda edik. Bu yilgi 2025-yilga nisbatan 2-o'ringa ko'tarildi. O'tgan yilga nisbatan jami oliy ta'lim muassasasiga kirish ko'rsatkichi 5.5% ga oshgan. O'qituvchilar toifasi oliy toifa 23 nafar, birinchi toifa 21 nafar, ikkinchi toifa 32 nafar va mutaxassis 29 nafar. Bugungi kunda Madinobonu xususiy maktabida 722 nafar o'quvchilarga 39 nafar pedagoglar ta'lim tarbiya bermoqda. 87 ta o'qituvchilar milliy va xalqaro sertifikatga ega bo'lishgan. Ushbu davlat ta'lim muassasasiga 38 nafar bitiruvchilardan barchasi 100% oliygohga kirgan. Shuningdek, xususiy maktabi 168 nafar o'quvchilarga bugungi kunda 15 nafar pedagog ta'lim berib kelmoqda. Maktablar rus tilida o'qitishiga mo'ljallangan bo'lib, unda tashqari yetuk mutaxassislar tomonidan ingliz va fransuz tillari o'rgatilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.